Agah bulun. Allah sizni ko'zlab turdi. Bir kuni Ömer radhiyallohu anhu ketib etib bir qo'ychi balani uchirtibdi. Hamda u bola bilan birga o'tirib tamoq yemoqchi bo'libdi. U bolaga "Kel o'g'lim, birga tamoq yeyli" debdi. "Men ro'zdarman" debdi bola. "Ishlayotgan turib shuncha issiq havoda ro'za tutdingmi o'g'lim?" deb so'rabdi Ömer. "Bo'sh vaqtimdimi Allohning rahmatiga erishishga aldirayman" deb javob beribdi bola. "Bolam, qo'yingdan birini menga setib ber" debdi Ömer. Ketmoqchi bo'lib o'rnidan turib etib. "Yo'q, bu qo'y mening emas, balki menga omonat" debdi bola. Ömer mol egisiga "Qo'y o'lib ketdi, bo'ri yeb ketdi" deb qo'ysang bo'lmamdi? "Qo'yning egisi rozi bo'lmaydi" debdi bola. "Qo'yning egisi bu yerda bo'lmaganligini ko'rmaydi, bilmaydi emasmi?" debdi Ömer. "Qo'yning egisi-ku ko'rmaydi, ammo Allohchu, Alloh bizni ko'rib turdi emasmi?" deb javob beribdi bola. Bolaning javobi Ömerning qalbini qattiq larziga selavatgan edi. Aslida u bolani qandoq bola, nima deydi deb sinab boqmoqchi bo'lgan edi. O'ylamagan yerdan u bolaning shuncha issiq havoda ro'za tutishi, "Alloh meni ko'zlab turdi" degan keskin aqidasi Ömerni yig'iltayotgan edi. U bola Allohning kuzatguchi degan ism sifatiga rostchillik bilan ishongan edi. Alloh sizlarni haqiqatan, ya'ni ish harakatlaringizning hammasini kuzatib turdi. Qarindishim, Alloh sizni ko'zlab turdi, ko'rib turdi, hamma so'zingni anglab turdi. Allohning ko'rish, anglash, bilish doirasidan hech narsa chiqib ketmaydi. Alloh hamma ishga guvohlik beradi va hozir bo'ladi. İsa alayhissalom bundoq degan: "Ey Parvardigorim, meni dargohingga elib ketganingda ularni ko'zlab tursan. Ya'ni ularning barliq ishlarini bilib tursan. Alloh taolo hamma shaylarni ko'zlab turdi." Jibril alayhissalomning Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan islom, iymon, ihson to'g'risida so'rgan hadisida ihson degan nima deb so'rganda Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish. Agar Allohni ko'rolmasang, Alloh seni ko'radi. Ma'lum ishqa intilishdan burun Allohning bu ishni ko'zlab turganligini o'yla. Ishqingni taqashdan burun uyingning ichidami Allohning seni ko'zlab turayotganligini o'yla. Suratga qarashdan burun Allohning seni ko'zlab turayotganligini o'yla. Alloh hammani ko'rib turguchidir. Balki ko'nglingga yaxshi niyatlar kelganda bo'lsin, yoki shayton vasvasiga tashlaganda bo'lsin, hammasida Allohning seni ko'zlab turayotganligini o'yla. Demak, hammadan buyuk Alloh hammani ko'zlab turguchidir.